O'zingiz tanishtirasiz. Qayerdansiz? Men Toshkentdanman. Aha, ismi sharifingiz? Ra'no. Ra'no xonim, sizga qanday tashxis qo'yilgan edi? Menga suyi yemirilish, grija, suyi siljish. Aha. Doktorlar sim qo'yamiz. Anaqa operatsiya qilamiz, grijani olib tashlaymiz, 3 tani sim qo'yamiz deyishdi. Keyin men anaqa qilmadim. Unamadingiz? Unamadim. 3 ta 4 ta doktor ham bir xil anaqa deyishdi. Tashxisi bir xil bo'ldi. Aha. Tashmilaga bordim, nerva xirurg ham shu anaqani qo'yishdi. Boshqa doktorlardan ham maslahat, hamma har xildir bir narsa bo'lar desam, yo'q, hammasi bir xil operatsiya, boshqa iloji yo'q deyishdi. Undan anaqa lecheniyalar ham foydasi yo'q deyishdi. Keyin men anaqa bo'lmadi, borgim kelmay, yo'q deb qo'ynim bo'lmay, oyog'im tortmay, qanaqadir bularni anaqaga qo'shib qo'yibdi singlim. Gruppaga. Telegramga. Ochib izlanish bo'lib ko'rib, o'zimni anaqamni ko'rib, mashqga ixlos qilib keldim-da. Xuddi sizday tuzalib ketgan odamlarni ko'rib, intervyularni ko'rib, anaqalarim, snimkalarimni olib kelib, men o'sha telefon qildim Ferzapaga. Yo'q, operatsiyasi tuzatamiz, anaqalaringizni olib keling dedilar. Ko'raylik, keling dedilar. Keyin keldim, yo'q, ancha orqaga ketyotdim. Hozir ancha Xudoga shukr oldinga qarab ketyapman. Qancha vaqt ichida? Mana ikkinchi kurs уже massaj oldim-da, 10 kun olib, 10 kun dam olib, 20 kun bo'ldi endi. 20 kun. Bu oxirgi kunim. Ancha oldinga qarab ketyapman. Xudoga shukr, baraka topsin. Ferzapa ham, Nafisapa ham, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim, rosa yengilman, ancha oldiga qarab ketyapman. Qo'llarim dard ko'rmasin. Ilohim. Hammaligini, o'g'illik uzoq ishlariga rivoj bersin, iloyim. El yurtni anaqasini qilib yurishibdi, duoligini olishib. Mana qadrdon, operatsiyadan boshqa yo'li yo'q degan nechta doktor, 4 ta 5 ta joyga borgansiz. Ularning hammasi bir xil tashxis qo'yib, bir xil javob aytgan. Boshqa yo'l yo'q. Bor yo'q faqat operatsiya. To'g'rimi? Lekin operatsiyasiz ham mana shunday bir dardlardan forig' bo'lish mumkinligini isbotlagan bizning vrachlarimiz, qo'li yengil, mana shunday Nafisa xonim, Alloh sizdan rozi bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin, ilohim, baraka toping. Rahmat. Elning duolarini olib yashang. Mana hozir juda ham hayajon bilan sizni duo qildi. Iloyim, umringiz ziyoda bo'lsin.